Oxirgi 2 oyga to'shakka qolib ketdim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana men Surxondaryodan, Denovdanman. 15 yil, 20 yildan beri grijam bor edi. Dardiga davo topolmay yuruvdim. Oxirgi 2 oy, 3 oy ichiga to'shakka qolib ketdim. Qimillashga jonim uzilib ketardi. Vrachlarga bordim. Unisi unday deydi, bunisi bunday deydi. Bittasi meni kasalim emas deydi. Tushkunlikka tushib kechasi o'ylardim. Mana Xudoga shukr, internetdan topdim. Men klinikasiga keldim. Xitoylik doktor bor ekan, meni bir kunga davoladi. Birinchi etapi bor ekan, belimga ignalar bilan nima muolaja qildi. Ikkinchi kun oyoqqa turib, yurib ketdim. Mana ikkinchi etapga keldim. Og'rig'im qayerga? Hech narsani bilmayman. Agar kimga doktor kerak bo'lsa, shifo kerak bo'lsa, kelingizlar. Pullaringizga kuymaysiz. Mana Toshkentga qancha professorlarga bordim, yugurdim, yedim, hammasi operatsiya deb yotuvdi. Mana operatsiya ham qildirmadim. Xudoga behisob shukr, dard berganim Xudo, shifo berganim Xudo deydi. Oyog'im taydi, mana yangi chiqqan klinikaga keldi. Kelingizlar, lokatsiyalarini tayyorlab qo'yamiz. Rahmat, baraka topsin, doktorlar ko'paysin. O'zimizga ham shunday professorlar ko'paysin, yolg'onchilar ko'paymasin.